safarni fayzi hamsafar bilan. Tadbirkor O'rizorda 16 kvadratmi do'koni bor. 3 vagon choy olib kelgan. Sklad hech narsasi yo'q. 3 vagon choy import qilyapti. Po operativnostlikdan 3 kundan keyin departament kelyapti. 3 vagon joy qo'yadigan joy yo'q. Hamma biladi, aniq sotib yuborgan. Hamma biladi, qo'yadigan joyi yo'q. Keldi, do'konida bir nari borsa 1 millionlik mol turibdi. Voy, bosib kelib, qani astat keyin qani uydi, bu uydi, mana proverka 3 vagon choy olib kelgan ekansan, qani deb hammasini ko'targan, interzis qilib, shuncha choy yo'q ekan, tushuntirish xati yozgansa, 3 vagon choy olib keldim. Mazasi qanaqa ekan deb ichdim degan. To'xtagan departamentingiz ham tushunmadim degan. Ichdim degan. Nimani ichdim? 3 vagon choy ichdim degan. Qanaqa qilib ichding? Prosta oldim, ichib ko'rdim, yoqmadi, to'kib yubordim. Oldim, ichdim, yoqmadi, to'kib yubordim. Ne ichasan? Sotmaysanmi? Maniki-ku degan. Bugun bizi Utax jamoasi bilan Antaliyada soliqlarni optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish bo'yicha trening kelganmiz. Ochig'i, bu yerga kelgunga qadar bu mavzu soliq temasi buxgalterlardagi, faqat buxgalterlar bilish kerak deb kelganman. Ochig'i, birinchi darsga kirar ekanmiz, dars o'tirar ekan, his qildimki, buning ilmi faqat biznes egalari uchun kerak ekan. Men buni his qildim va eng kulchovoy so'zlarda, kulchovoy holatlarda o'rganib oldim. Bundan juda mamnunman. Eng zo'ri, biz to'lagan to'lovlar birinchi dars o'zidayoq chiqib ketdi. Biz o'zimizni bilmaydigan soliqlarni qisqartirish, optimallashtirish bo'yicha ko'p instrumentlar o'rganamiz. Yaxshi o'tyapti, hali yana davomi bor. Mana hozir mamlakatimizda tadbirkorlik yana ham rivojlanyapti. Rivojlanish sharoitida raqobat juda ham kuchli bo'ladi. Qolgan tadbirkorlar bilan raqobatlashishda aynan soliqlarni optimallashtirish evaziga foydani ko'paytirish bo'yicha yangi instrumentlarni o'rgatdik. Xudo xolasa buni amalda tatbiq qilib, yana ham rivojlanishga harakat qilamiz. Darslar qiziq bo'lyapti, manfaatli bo'lyapti, dam ham juda zo'r bo'lyapti. Bismillah. Kamera var. Leva. Qanday ishlar? Hadi. Git bak. Hadi gidiyoruz. Ish hech qachon tugamaydi. Soliqdagi muammolarni sayohatda dam olib ham hal qilsa bo'ladi. Buning uchun biznesda soliq strategiyasi nomli sayohatimizga qo'shiling va soliqdan xotirjamlikka erishing. Batafsil ma'lumot uchun ro'yxatdan o'ting. Bizdagi eng katta muammodan bittasi tarbiya muammosi. Bu farzand tarbiyasi deng, inson o'zini o'zi tarbiyalashi deng, ishchisini tarbiyalashi, oilada tarbiya haqida bir narsa. qilishi bu boshqa. Mana
madaniyatlar bor. Madaniyatlar hamma narsaning gibridi bor bugun. Ammo bugun eng xavflisi madaniyatlarning gibridi bor. Metis madaniyatlar. Qaysiki bizniki deb o'ylaymiz, urflarimizga kirgizib o'rganmiz, tarbiyalarimizga kirgizib o'rganmiz, o'zimizda bor, himoya qilamiz, oqlaymiz, ammo hech bizga tegishli emas u. Xuddi Hindistonliklar kriket o'yini bor. Shu bizning milliy sportimiz deydi, aslida u Angliyaniki. Lekin bugun Angliyada hech kim uni o'ynamaydi, hindlar uni bizning milliy sportimiz deydi. Xabari ham yo'q. Masalan, bundan 50 yil oldin George Ritzer degan bir yozuvchi, sotsiolog olim global muammolar haqida gapirganda islom madaniyati degan bilyard toshiga o'xshaydi. Ki hech bir zaman u boshqa madaniyatlar bilan chatishmaydi. Bilyard toshi bir-biriga urilsa bittasi bu yoqqa, bittasi bu yoqqa ketadi-yu. Xuddi o'shanga o'xshatgan. Lekin biz bugun oilamizga, atrofimizga qarasak, unaqa emasmiz. Biz xohlagan madaniyatni xohlagandek qabul qilyapmiz. E'tiroz ham qilayotganimiz yo'q va hatto xabarimiz ham yo'q. Nuqtalar bor. Mana shunday qiyin bir paytda men nima qilishim kerak? Bolamni tarbiya qilarkan, o'zimni tarbiya qilarkan. Bir qadriyatim bor meni ishxonada, meni biznesimda, oilamda bir qadriyatim bor va meni bu qadriyatimni o'murg'asi, tamali, fundamenti men bunga qo'yilgan. Buni sen buzolmaysan do'stim deydigan o'murg'amiz bormi? Yo bugun bizni madaniyatimiz o'murg'asiz bir madaniyat. Ilonga o'xshab bu tomonga ham egilib ketaveramiz. Chunki bizda buni alomatlari bor. Nimaga desiz, masalan, haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi degan maqol bor bizda. O qanaqa haqiqat? Istagan odam istagan tomoniga egib olaversa. Sizga moslab o'ziga egib olsangiz ham haqiqat, menga moslab men egib olsam ham haqiqat. Hamma o'ziga moslab egib olaveradi. Sinmasa bo'ldi. U haqiqatmi bo'ladi? Qaysi nuqtasi haqiqat uni? Haqiqat sinsa sinsin, ammo hech kimga egilmasin. Uni bir turishi bo'lsin. Kuchi yetgan sindirsin. Kuchi yetmasa sindira olmasin. Bir millatni kuchi ham o'murg'asini o'shandayligida. Nima bo'lsa bo'lsin, uni asli bor. Aslini buzib bo'lmaydi. Sirkul bor, ha? Sirkul qanday sistemada ishlaydi? Bitta ignasi bir tomonga bostiriladi, ikkinchi tomoni aylanadi. Shu sirkulda ishlashida muammo bormi, yo'qmi? Yo'q. Nega? Chunki ignasi botirilgan. Bu tomonini istang eng oxirigacha oching, istang 1 sm oching, istang 3 sm oching. Aylanasini to'g'ri chizadi. Xatoga yo'l qo'ymaydi. Nega? Ignasi to'g'ri joyga sanchilgan. Agar sanchilmasa-chi, sanchilmasdan aylantirsangiz, aylana chiza olasizmi? Bugun men bolamni tarbiya qilar ekanman, biznesimni qilar ekanman, atrofimga bir narsa derkanman. Uni tarbiyasida u sirkulni ignasini to'g'ri joyga qadagan bo'lishim shart, xato qilmaslik uchun. Bolam bugun o'sha global madaniyatlar gibridlashib ketayotgan bir dunyoga qo'yib yuborar ekanman, uni boyagi o'murg'asini to'g'ri joyga qadagan bo'lishim shart. Wow, oxirgi
bilmayman. Va umuman olganda bir soliqchi bo'lib chiqish uchun, oliy ma'lumotli soliqchi bo'lib chiqish uchun biz 7 yil o'qiganmiz. Bu kasb prosta bir soliqni varolab turib o'qib o'rganib oldim yoki kelib turib falonchidan yodlab oldim bilan bitadigan narsa emas. Bu qon bilan kiradigan narsa. Bir soliqchi sifatida tadbirkordan soliqni undirish tomonida emas, aynan tadbirkorga soliqni to'g'ri to'lashni o'rgatish maqsadida davlat uchun xizmat qilyapmiz. Shu tomondan o'zimizni hali ham soliqchi deb bilamiz. Soliqdagi muammolarni sayohatda ham hal qilsa bo'ladi. Tasavvur qiling, Vyetnamda 5 yulduzli mehmonxonada halol konsepsiya bo'yicha oynadan okeanga qarab biznesingizni soliqlarni optimallashtirish formulalarini ko'rib o'tiribsiz. Hamma sayohatga chiqib xarajat qilib kelsa, siz sayohatga chiqib yana ham ko'proq pul ekonom qilishni o'rganib olasiz. Buni iloji yo'q deb o'ylaysizmi? Iloji bor. 30-aprel kuni biznesda soliq strategiyasi nomli sayohatimizni tashkillashtiryapmiz. Sizda biz bilan birga ketish imkoniyati bor. Yana bir marta takrorlayman. Hamma sayohatda xarajat qiladigan bo'lsa, siz sayohatda soliqlaringizni optimallashtirish orqali o'zingizni foydangizni oshirish yo'lini o'rganib olasiz. Biznes egalari uchun tashkillashtirilgan biznesda soliq strategiyasi mavzusidagi sayohatimizda birga bo'lish uchun mana bu knopkani bossangiz, qizlarning o'zi sizga aloqaga chiqadi. O'zimizning leksiyalarda ham biznesmenlarga aynan biznesni oqqa o'tkazish, soliqlarni to'g'ri to'lash bo'yicha bir fikrni ilgari suramiz va e'tiborli tomoni mana safarga bo'lsa ham aynan biznesimni oqqa o'tkazing, soliqlarimni to'ling, xotirjam yashang. Nafaqat xotirjam yashash, balki hamma soliqlarimni to'lagandan keyin men vijdonan maza qilsin deydigan insonlar kelgan. Va bular uchun biz aynan nima qilsa soliqlaringlarni to'lab turib, ya'ni oqqa o'tkazib, hamma soliqlarni to'lab turib, ham biznesingizga ham og'irlik qilmasin, ham foydali qolsin va biznes kengaytirishga imkoniyat bo'lsin degan masalada o'zimizning bilimlarimiz bilan bo'lishyapmiz va bunda nimaga erishamiz deydigan bo'lsak, mana emas, aynan shu tadbirkorlarning o'zi biznesni oqqa o'tkazish natijasida ko'ngilli, qalb taskinligiga erishadi. Va bu narsaga o'zi haqiqatda halollikka qarab yurishni o'zi ham Alloh barakasini ham beradi. Bunaqa biznesmenlarimiz ham juda ham ko'p. Bir sanab o'tadigan bo'lsak, qo'limizga yetmaydi. To'g'ri, barmoq bilan sanarli deyishardi. Hozirgi kunda juda ham ko'p biznesmenlar aynan oqqa o'tkazib, mayli menga 10 so'm emas, 5 so'm qolsin, lekin soliqlarimni to'lab, birinchidan xotirjam bo'ling, soliqlarimni to'lab, ko'nglim xotirjam bo'lsin. Mana shu pensiyaga, maktabga, больницаga bitta yarimta o'sha davlat hisobidan kimdir bolasi davolanayotgan bo'lsa, o'shanga meni hissam qo'shilgan degan xotirjamlik, u qalb lazzat oladi-da, bundan maza qiladi. Unaqa maza qilish faqatgina biznesda hamma narsani to'g'ri qilib qo'yganman degan odamga unaqa lazzat nasib qiladi.
Wow. Zo'r joylar ekan. Qiladi. deydi. Maza, mana mustaqillik, mana erkinlik. Maza qilib baqirsang, bir g'iq eta olmasa ana o'sha erkinlik. G'ubor chiqib ketadi. Wow, dahshat ekan mana. Baxtli oilamdan qidiraman. Dunyoga kelishdan maqsad va dunyoga kelishdan yakuniy baxt nima deydigan bo'lsa, unda oxiratdan qidiraman. Bu dunyodagi yashashdagi baxtni oilamdan. Eng oliy maqsad degan narsa bo'lishi kerak o'zi. Eng oliy maqsad baribir har bir musulmon inson uchun, o'zbekmi, tojikmi, qozon farqi yo'q, har bir musulmon uchun eng oliy maqsad Allohning roziligi. Endi o'sha Allohning roziligi uchun erishaman deydigan narsa nima deydigan bo'lsak, uning uchun bir kasb egasi bo'lish kerak baribir. U yoki bu kasb egasi bo'lish kerak va mukammal ushlash kerak. O'z qo'l ostimda shogirdlarga ham aytaman, hattoki polartishi ham eng zo'ri bo'lgan, o'zing maqsading sari intilishda qo'lingda kasb bo'ladigan polartishi eng zo'ri bo'ladigan bo'lsa ham oshig'ing olchi bo'ladi. Odatda nima 1, 2, 3, 10-martasida yiqilgandan keyin ko'pchilik taslim bo'laveradi. Aslida maqsadga erishish uchun kimdir qaysidir darajaga chiqqan bo'lsa, u birinchi galda o'zi chiqmagan bo'ladi. U 10 marta yiqilib, 11-sida yutib chiqqanligi uchun chiqqan bo'ladi yoki 11-sida ham yiqilib, 12-sida yutib chiqqanligi uchun o'sha maqsadga erishgan bo'ladi aslida. Ya'ni maqsadga erishish uchun qarshiliklarga, mag'lubiyatlarga tayyor bo'lish kerak. Mag'lubiyatga tayyor bo'lmasa, odam umuman maqsad qo'ymagan inson sifatida, ya'ni o'zini oliy maqsadi yo'q, kelajagi yo'q, faqat kimdir topshirig'ini bajarib yuraveraman, yashab o'tib ketsam bo'ldiga qarab yurgan bo'ladi. Shuning uchun nima kasb bo'lsa ham ustasi bo'lish kerak, maksimal o'sha kasbni mustahkam ushlash kerak va doim mag'lubiyatga tayyor bo'lish kerak. Mag'lubiyatga tayyor bo'lmasangiz, hech qachon g'alabani kayfini ola olmaysiz. Ushbu turdan ko'zlangan asosiy maqsadimiz soliq bo'yicha ilmimizni yanada oshirib, kelajakda biz xohlamagan vaziyatlarga tushib xatolar qilishlikni oldini olish uchun juda ham manfaatli tur bo'ldi. Hamma tadbirkorlarga shuni tavsiya qilib qolamiz. Qonuniy 100% to'g'ri bel ishlab turib daromad qilish mumkin ekan. Bizda shunaqa o'y tushunchalar bo'lardi. Agar 100% to'g'ri ishlaydigan bo'lsak, foyda qila olmaymiz. Hamma pulimiz soliqqa chiqib ketib qoladi. Yo'q. Bu narsa o'zimizda kamchiligimiz, o'zimizda xatoyimiz ekan. Soliqlarni optimallashtirish va ilmini o'rganish natijasida biznesimizni xotirjam kengaytirishimiz mumkin. Asosan Murod aka Muhammadjanovga kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bizga shunday yaxshi ilmlarni berib ulashganligi uchun. Taksi jamoasiga ham katta rahmat. Safardagi olgan bilimlarimiz juda ham manfaatli bo'ldi. Xudo xolisa buni korxonada ish jarayonida qo'llasa yana ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Hammaga o'zini ustida ishlashi, soliq bo'yicha bo'lsin yoki boshqa bo'yicha bo'lsin, albatta o'rganishni, izlanishni tavsiya qilaman, chunki hozirgi raqobat kuchli bozorda tadbirkor o'zini ustida albatta ishlashi kerak. Shundagina u yuqori natijalarga erishish mumkin deb hisoblayman. Bu yoqda ilm olishdan tashqari yana dam ham oldik, madaniy hordiq oldik va bu juda ham maroqli bo'ldi. Tadbirkor avvalambor hamma tadbirkorga ham vaqt resursi yetishmaydi.
ko'p ishlaymiz, lekin dam olishga kelganda vaqtimiz bo'lmaydi. Bu treningning eng afzal taraflaridan biri ham ilm, ham hordiq bo'ldi va eng asosiy yana manfaatli tomonlaridan biri bu networking bo'ldi. O'zimizga o'xshagan hamfikr tadbirkorlar bilan tanishdik, ular bilan birgalikda dam oldik, fikrlar almashdik. Bundan tashqari yana qo'shimcha tadbirlar tashkil qilingan ekan. Shu vaziyatdan, fursatdan foydalanib, Murod akamni jamoalariga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Juda ham tashkil ishlar yaxshi, a'lo darajada tashkil qilingan va bu ikki tomonlama juda ham manfaatli trening bo'ldi deb o'ylayman. Dam olgani kelamiz o'ylagandik, lekin juda ilm va adrenalinlarga boy o'tdi. Hech dam olish vaqti bo'lmadi. Endi hozir mana O'zbekistonga qaytyapmiz. Bu yerda dam olamiz degan bittaman. Kelajakda bunaqa biznes turlarini qilish niyatimiz bor. Sababi nafaqat men o'zim miyani tozalagan holda maksimal ma'lumotlarni berish niyatida, balki biznes egalari ham Toshkentda yuradigan holdagi, u yoqdagi biznesidagi muammolardan xoli bo'lgan holda miyasini tozalab, hamma narsadan xotirjam bo'lib o'tiradigan yo'l ekan. Aynan safarda bu narsani o'tish, Xudo xolasa shuning uchun kelgusida aynan yana safar ko'rinishida bu kurslarimizni tashkil qilish niyatimiz bor. Sababi yana shu biznes egalari ham va men ham biznesdagi muammolardan, Toshkentdagi muammolardan miyani xoli qilgan holda toza va ma'lumotlarni ko'proq berish, ular ko'proq ma'lumotlar olishga erishish. Top Founder jamoasiga kelgusida muvaffaqiyatlar tilaymiz va birinchi turni o'zida bu darajada tashkillashtirilishidan qaraydigan bo'lsak, Xudo xolasa perspektivada katta muvaffaqiyatga erishishini ko'rib turibmiz. Alloh ishlarini rivojini bersin. Nimaiki niyat qilishgan bo'lsa, Alloh so'raganligidan afzalga erishtirsin.